Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bizning regionda to'g'ri ichak hamda yo'g'on ichak saratoni qo'yilganda, diagnoz qo'yilganda ko'pincha 70-80% da 3 yoki 4 bosqich qo'yiladi. Ayniqsa 4-bosqich juda ham ko'p, ya'ni kasallik tarqalib ketgan. Ko'pincha 4-bosqich degani bu asosiy o'sma, misol uchun yo'g'on ichakda, to'g'ri ichakda bo'lishi mumkin, lekin qayerdadir u davom etyapti. Odatda bu juda ham ko'p hollarda jigarda bo'ladi. Bemorlar kimyoterapiya oladi, kerak bo'lsa o'sha to'g'ri ichak yoki yo'g'on ichakdagi problema o'sma olib tashlanib, ichak ishlashi boshqatdan tiklanadi. Lekin bemorlarda asosiy bir muammo qoladi. Jigardagi metastazlarni nima qilish kerak? Bu yerda ozgina fikrlar har xil bo'ladi. Kimdir aytadiki, bu metastaz bo'lganligi uchun kerak emas, lekin hozirgi yangi zamonaviy protokol asosiga qaraganda, agar jigarning bir bo'lagida 3 tagacha metastaz bo'lsa, 3 tagacha metastaz bo'lsa, bularni kerak bo'lsa birinchi etapda kimyoterapiya qilib turib, keyin albatta xirurgik yo'l bilan olib tashlashga ko'rsatma bor. Nima uchun? Agar boshqa joyda tarqalib ketmagan bo'lsa, o'pkada bo'lishi mumkin, qorin parda limfa tug'ulari, qorinda kanseromatoz bo'lmasa, bularni olib tashlashga ko'rsatma bor, chunki bu o'smalar jigarning bitta qismida joylashgan. Ya'ni bitta maktab aytadiki, shkola aytadiki, даже 2-3 bo'lishi mumkin, bittasi chap bo'lagida, bittasi o'ng bo'lagida. Bu holda ham bularni olib tashlashga ko'rsatma bor deyshadi. O'shaning uchun agar sizlarda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri ichak, yo'g'on ichak diagnozi qo'yilgan, lekin jigarda metastaz bo'ladigan bo'lsa, bizga albatta murojaat qilib ko'ring, biz yordam berishga tayyormiz. Kerak bo'lsa o'sha yo'g'on ichak bo'yicha ham, to'g'ri ichak bo'yicha ham shu operatsiyalarni o'tkazish bizda yo'lga qo'yilgan. Shu siz xohlaydigan, siz istaydigan laparoskopik usul bilan, ya'ni kesmasdan turib ekranda ko'rishingiz mumkin. Kesmasdan turib amaliyotlarni bajaramiz. Undan tashqari jigardagi metastazlarni ham ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, qarshi ko'rsatma bo'lmasa, olib tashlashga biz tayyormiz va sizga yordam berishga biz tayyormiz. Bizning markaz O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri Respublika onkologiya markazi. Bu yerda tekshirish uchun hamma narsa bor. Mana kelganlar bo'lsa, albatta kommentariy qoldiring. Shu yerdan men bilaman, kuzatuvchilarim ichida juda ham ko'p bemorlarim bor, tuzalib ketgan, yaxshi bo'lib ketgan. Har qanday zamonaviy nima tekshirish bo'lsa, bemalol chetga o'tishingiz mumkin. Agar siz bizga kelib turib o'zingizni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, imkon boricha hech narsa o'tmang. Sabab bu jigarni tekshirganda, bu jigardagi metastazlarni ahvolini, kattaligini, misol uchun metastaz yoki metastaz emasligini yoki qon tomirlariga o'sib o'tmaganligini bilish uchun unga maxsus dori beriladi. Faqat shu maxsus dori orqali bu savollarga javob olsa bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha o'tmasdan kelsangiz, shu yerda 1 kun 2 kunda to'liq tekshirishdan o'tasiz. Ko'rsatma bo'lsa, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Telefon nomeri ko'rib turibsiz. Marhamat, telefon